Oilaviy munosabatlarda psixologiya juda ham kerak. Oilani o'zi bir psixologik jarayon sanaladi. Agarda oila a'zolarini o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, albatta har kimning o'ziga xos individual psixologik xususiyatlari bor. Ayollarning o'ziga xos psixologiyasi bor, erkaklarning o'ziga xos psixologiyasi bor. Agar oilaviy munosabatlarda mana shu psixologiyaga e'tibor qilinmasa, albatta oilaviy munosabatlarda nizolar, biriktiruvchi nizolar, ajratuvchi nizolarga aylanib ketishi mumkin. Va o'ziga xos juda ham farzandlar bilan bo'ladigan munosabatda ham juda ko'p kerak psixologiyani bilishimiz. Agar psixologiyani bilmasak, oilaviyimizda dars ketishi mumkin. Oilamizda ajrimlar bo'lishi mumkin. Jahon statistikasiga ko'ra, eng ko'p ajrimlar shu oilaviy munosabatlarda bir-birini to'g'ri tushuna olmaslik. Aynan o'sha vaqtda qandaydir psixologik, psixoemotsional turg'un holatda turgan paytda er-xotin bir-biriga qanday munosabat qilishni bilmaganidan kelib chiqayotganini mutaxassislarimiz ko'p ta'kidlashadi. Va buni faoliyatda ham ko'rib turibmiz.